Hurmatli obunachilarimiz, hammaga assalomu alaykum. Bog'ot avtomarket arzon bozorimizdan sizlarga 160 million so'm 2021-yilda ishlab chiqarilgan zo'r sasnadagi Jak G7 ko'rib beramiz. Hozirgi kunda 160 million so'm toza Cobalt ya bo'lmasa bitta yurgan Gentra solsa bo'ladi. Lekin bu mashin Gentradan ham Cobaltdan ham zo'r. 100% gapmayman, shu mashin zo'r. Hozir sizlarga bir qator ko'rsataman, o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Faralardan qaranglar. 1,5 atmosferli motor, kraskalari 100% родной, 90 ming probegda. Mashinamizda 4 dona archa bilan taqilgan. Lyuklari bor. Salon holatini ayirgan bo'lsak, yanlari portsvetka, ibellari koja. Mashinamizning salon qismida почти bir 90% yeri kojadan tikilgan. Katta monitor, 90 ming kilometr yuribdi. Avtomat korobka, start stoplari bor, yakdina poliklari tashalgan. Xo'p, do'stlar. Bag'aj taraflaridan sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Bag'ajlar ham keng, propanlar orqasida yana. Zo'r mashina do'stlar. Mashinamizning bahosi 160 million so'm, hali yana ustunda kelishadigan yerlarimiz ham bor. Avtokreditda lekin 60 million so'mlar bilan chiqadi. Bank bunga 100 million so'm pul beradi. Qiziqqanlar mashina arzon bozorimizda turadi. Kelib haydab ketaverasizlar. Manzil Bog'ot Center, Xazari surgan shirkatda Bog'otning gaysini yonbosh. O'zlaringizdan shu mashina sotadigan mashinalar do'stlar. Ekrandagi nomerlar bilan bog'lanib, mashinalaringizni aytib keringlar. Sizlarning mashinalaringizni chiqarib beramiz. Kelishib o'tsak, o'zlarimiz narx bilan sotib olamiz.